Hozirgina Rossiyadan keldim. Sizlar bilan xonaga kirib ko'rsataman. Rossiyaga ketishimdan oldin kelgandan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'lganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi marta xonaga kirishim. Mana xonamiz. Xonamizda Aleksandr Aratinka qushlarimizdan sotganmiz. Shunga mana qafaslarimiz bo'sh turibdi. Birinchi dehqonchilikdan ko'rsata qolay. Birinchi dehqonchilikdan mana bu malodor qushlarim. Qani, bismillah. Alloh barakasini bersin. Bu yerda raduzniy babichkalar, texaslar, ana hammasi o'zimizga chiqqan. Qani. Asli ham o'zimizga chiqqan. Manaqa singillarimiz chiqqan. Babichkalar, shapkalar, gullar, go'zal chiqqan ko'rsatgan. Hozir ota-onasini bularni uchasini ham ko'rsataman. Natija yomon emas. 30 tacha malodor chiqqan babichkalar. Ichida $50-70 yaxshi narsalar ham bor. Ichida bitta 250-300 mingliklari ham chiqqan. Pastda raduzniy babichkalar, toza qanotlar, chiroylilar chiqqan, ko'rsataman ularni. Maşallah, kestirmesin. Nasiblarga ham. Bu birinchi bollari, birinchi partiyadagi bollar. O'zi hozir videoda ko'rsataman, bularning uchalari ham chiqqan. Bular birinchi partiyaligi uchun o'zi katta-katta bo'lib qoldi. Yana bir 2 oyda bolalashga tayyor qushlar, xudo xolasa. Ko'rsatmasin. Bu yerda mana bunaqa green apalin, oqbosh apalillarimiz bor edi. Bularga oldingidaqa e'tibor yo'q, shuning uchun yaxshi bolalagan yo'q, to'g'risini aytaman. Oldingidaqa yaxshi e'tibor yo'q. Sizlarga ham yana bir maslahat bermoqchiman. Pechchi qushlari nozikroq bo'ladi. Bular mana Aratinka, mana katta qushlardan qo'qqanligi uchun, stressga tushganligi uchun yaxshi bola bermadi. Tuxum qo'ydi, tuxumlarni ochmadi, ochib o'tirib qo'ydi. Shunaqa muammo bo'ldi. Buni yechimi alohida boqish kerak bo'ladi, chekkaroqda. Mana bunaqa ovoz, har xil stresslardan uzoqroqda boqish kerak. O'tgan yili masalan o'zim saydarligimda 3 partiya, 4tadan bola olganman bularni. Har bitta para o'rtacha kamida 10-15 tagacha bola olganman bularni. Zo'r qushlar, robot qushlar hammasi. Unda podvolda boqardim, tinchroq edi. Tagiga chiqqandan keyin mana yonida aratinkalar bor edi, baqiroq. Pastda Aleksandrlar bor edi. Shular ovoz yoqmadimi? Bu yil bolalaman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa sotishim mumkin. Chunki men aratinkasiz tasavvur qilolmayman xonamda. Iloji yo'q, ularni oldida yaxshi bola berman. Bu yerda Texuri qushimiz bola ochgan o'tgan safar men sizlarga ko'rsatganman. Eslaringda bo'lsa, meni oldindan ko'rsatgan bo'lsalaring, bolasi bor. Bu yerda ikkita ortiqcha naramiz bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, juda ham chiroyli babichka qushlarimiz, singil babichka qushlarimiz ikkita nar bor. Bu yerda raduzniy qushlarimiz, hammasida bolasi bor. Bolani yaxshi boqyapti. Aleksandr papugaylarimiz. Juda ham yirik patlit. Ko'rsatmasin. Bu qushlarni ham sotmoqchiman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, garantiyali yaxshi para. Bu yerda bizlardan qiziqib limon perfuri olganmiz. Barakatli bersin, xohlasa ko'paytirishga harakat qilamiz. Limon perfuri
ikki para olganmiz, yoshi kattarog'idan. Aratinkamiz chiqib ketdi, bilmadim qayerdan chiqib ketgan. Hozir ishlab joyiga qolmaymiz. Bu yerda hozir ko'rsatilgan perforiyimiz. Buni yaqinda oldik. Ko'pchilik necha narxini so'rashadi. To'g'risi bu qushlar kirganda hamma har xil narxda oldi. Kimdir 550 dan oldi, kimdir 800 dan oldi. Bizga 1300 ga chiqdi-da shu ikkita para. Lekin bular yoshi kattaroq. Ozgina to'lovlari bor, mana dumlarni katta naqalar setilgan. Lekin bu mashqarani nari chiqib qopti. Yine sharoit qolgan ekan. Hozir ishlab qamab qo'yamiz. Bu yerda yanday aratinkaga solnisni aratinka juplaganmiz. Juplab qo'yamiz. Eshigimizdek tashqi tomondan setka tortilgan, bu oqaloqqa chiqib qolmaydi. Bu yerda sariq ajrelimiz bor. O'tgan yil 3 ta bola olganmiz, bu yil 1 ta bola oldi. Gruppamda, Instagramda 7 ta bolalarni qo'ydim, bolasini sotdim. Bitta dona jizani boqmasin dedim, sotib oldim. Bu yerda penal. To'g'risi do'stlar, sabr qilsangiz liboy bolalar ekan. Yaqqol bo'lsa mana shu qush bir tanishimda, yaqin insonimda bolalagan qush bo'lgan, 3-4 tadan bola turgan bo'lgan, modasi o'lib qolgan. Men moda olib qo'shganman, lekin menda bolalarma yuraverdi. Lekin men sotib yubormadim, yo'qotmadim. Boqaverdim, sabr qilib. 2 marta tuxum qo'ydi, 1 marta tuxumini ochib boshmay qo'ydi. Baribir boqaverdim. Mana natijasi. Mashalloh. Birinchi ishlashiga 1 dona bola ochdi. Katta qilyapti, ko'chirma. Baholasa bundan keyinlarga yaxshi ishlab beradi. Bu yerda aratinka qismimiz, agar biz oldindan kuzatadigan yerlar bo'lsa, mana shu qismimizni go'sha nariga ichkaridagi oldin o'zimiz qo'lda boqib katta qilgan qismimiz. Rusmoyligidan katta qilganmiz, o karantin paytida. Mashalloh, ko'pchiliklardan duo qilinglar. 3 ta bola ochibdi. Katta qilib qo'ydi bolalarini. Ko'pchiliklardan insonman katta qilyapti. To'g'risi Ruslarga sotib olamiz. Klientimiz ham bor. Xohlasa bugun erta chiqarib olamiz. Bu qushlarimiz birinchi partiyaga bolalagandi. Hozir ikkinchi partiyaga tuxumi bor ekan o'zi. Agar kun desa, opcha bezovta qilmaylik, kun desa albatta ko'rsataman. Mashalloh. Mana bu ikkinchi partiyaga. Men o'zim Rossiyadaligim uchun bir kechroq bolalardi. Har yili men bunaqa paytda 3-partiyani bolalarini chiqartirardi. 3-partiyani. Bir cho'zilib ketganligi uchun hozir 2-partiya bola ochyapti. Men yiliga agar o'zim Rossiyada bo'lmay, o'zim sayda yaxshilab qarab boqsam, mana shu aratinka qushlaridan 4 partiya bola olaman bir yiliga, 4 partiya. Undan ko'proq olsa ham bo'ladi, 4 partiya juda ko'p asli. Birinchi partiyaga 3 tadan, 4 tadan bola ochadi. Agar qarovini yaxshilab boqaversangiz, charchatib qo'ymasangiz, jo'jalari 15 kun, 20 kunligida sotib olib, yana ozuqasini yaxshi berib tursangiz, 15 kunda yana bola oladi. Bu aratinka qushlari shunaqa. Bu ikkinchi partiya bularni bolalari hozir mana ko'rsatgan tuxumi bor, bolasi bor, mana yana yandayda juda qanaqtiri bor. Bular ikkinchi partiyaga o'zi bolalarcha. Kuzgacha xudo xolasa sovuqlar ketib noyabrgacha 4 partiya bola olamiz, xudo xolasa. Mana o'zi ikkinchi partiyani ochishni boshlagan. Yana ozuqasini yaxshilab berib boqvoramiz. Jo'jasini rusinoga olamiz, yana bolalar olamiz. Mashqarani ham hozir bolasini ko'rsataman sizlarga. Bu birinchi partiyaga 3 ta tuxum qo'yib,
to'rtta tuxum qo'yib, 3 ta katta qilgan. Kanalimda video qilib qo'ygandim, bolalarini ruchnaga sotgandim. Hozir mana maşallah ko'z tegmasin. 4 ta tuxum qo'yib, hammasi urug'lanib. Mana nari. Tashdagi modasi. Ko'z tegmasin, 4 ta tuxum qo'yib, hammasi urug'lanibdi. Xudo xolasa bir 10 kun, uzoq 15 kunda ochadi. Bu yerda oq ajrelimiz bordi. Sotib oldim. 2 jip Aratinka sotdim, 2 jip Aleksandr sotdim, 1 jip oq ajrelimiz bordi, uni sotib oldim. Xullas, ishlarni sal kamaytiryapmiz. Sababi o'zim ko'p Rossiyada yurayotganligim uchun bolalarni qaragani qiynalmasin deb ko'p qushlarni sotaveryapman. Hozir yana sotiladigan qushlarim ko'p. Ularni ham sotaman. Kamaytirmasam bolalarni qaragani qiynalyapti. Chunki qush soni ko'p, kirib hammasiga donani suvini berib ketguncha ancha vaqt paydo bo'lib qolyapti. Bolalar bor, ota-onamga qarash kerak faqat. Maqsad shu, boshqa maqsad emas. Qachondir o'zim sayda yurganimda o'zim ko'paytiraveraman. Bu yoqda oldin ham ko'rsatganman, birinchi shu videoda ko'rsatganlarim babushka qushlarimni ota-onalari bu yerda qopqaga bir-bir tashlaganman. Bular ham hammasi o'zi 2-partiyani ochib katta qilishni boshlagan. Bir xillari naqa qilmadi, endi tuxum qo'ydi kechroq, bir xillari o'zi katta qilib qo'ydi. Bu yerda oldingi boqqan qushlarimizdan urug'likka Amdurka qushimiz bor, oqidan katta yerigini olib qo'ygandim mana nari. Juda ham kesimlari katta yirik qush. Bitta ochdi, birinchi partiya o'zi bolasi kirma bo'lgan, lekin u yer ajratib qo'yilmaganiga uyasiga kirib olgan, hozir ikkinchi partiyaga ishlayapti. Bu yerda spingel bilan mana Radujniy babuchkaga spingel. 4 ta bolasi bor edi. Bittasini olib qo'ydim. Hozir 3 ta qoldi. Bitta bolasini olib qo'ydim. Mana boshqa qushimizni ichiga qo'shib oldim. Bu yerda Radujniy babuchka. Juda ham go'zalidan ko'z tegmadi. Toza siyali Radujniy babuchka. Bu yerda ham mana Radujniy babuchkani juda ham go'zal. Mashalloh, ko'z tegmasin. Birodarlar, mashalloh yozib ketinglar. Ko'z tegmaydi shunda. Pastda ham Radujniy babuchka. Adashmasam yo'qmi bor ya bolasi bor. Tuxum boshyapti ekan, bu ham ikkinchi partiya. Hammasi ikkinchi partiya tuxum boshyapti. Bir xillari o'zi ochishni boshlagan. Hozir sayda qaysidir bittasining bolasi bor. Mana ikkita bolasi bor ekan. Bolalari go'zal, xudo xolasa. Joyda. Bu yerda ham ana ko'nmasa bolalarini ko'rsatamiz. Bolalari katta-katta bo'lib qolibdi mana. O'zi bitta bu ota-onasi desam bittasi bolasi ekan, uni pastga chiqib qolgan. Onasi bolalari bilan turibdi. Bu yerda ham Radujniy babuchka. Radujniy babuchkamiz. Ikkita bolasi bor ekan buni. Bu yerda Texaslar. Xullas do'stlar, o'tgan yili Texas moda muammo bo'lganligi uchun moda topolmasdan mana bunaqa gullar shapkalari chiroyli spingerga qo'shib ketgandi. Birinchi partiya 5 ta bo'ladi chiqdi. Ichida o'sha birinchi videoda ko'rsatgan 2 ta Texas qozasidan qolganlari endi salatiga saplab olgan. Bu safar 2 ta bo'ladi chiqyapti, xudo xolasa
toza Texas chiqyapti bolalar. Chapga gullari o'zi ko'rinib turibdi, juda go'zal. Ko'rsingmasin bu vaqtda. Bu yerda spingel, oqbosh spingelga hozir modasini ko'ramiz. To'g'ri eslayman. Qanaqa ekan? Ha, bu ham spingel ekan. Fioletoviy spingel ekan. Qani? Endi tuxum qo'yishni boshlabdi bu. O'zi ikkinchi partiyaga bular kech qolgan, endi tuxum qo'yishni boshlagan. Pastda Raduzniy babushkaga mana qanaqa moda qo'shganmiz. To'g'risi o'tgan yili menda rosa moda ko'p, nar ko'p edi. Mana narlar, juda tiniq narlar. Lekin moda topolmasdan anaqa prosta ranglar bilan qo'shib tashlaganmiz. Hozir ko'rsatish iloji bo'lsa, uyasini ko'rsataman. Keyin bemalol ko'rsataman. Raduzniy babushka 20 paradan oshiqroq Raduzniy babushkamiz bor. Qani, maşallah. Bu yerda bolalari bor ekan. Mana. Ikkita bolasi bor, mana tuxumini yangi qo'yyapti ekan. Yaxshi ko'rinmadi. Videoga oldim. Bu yerda o'sha Texasda o'tgan safar kanalimda ham ko'rsatgandim. Spingelga juplaganman. 5 ta bolasi bor mana tagida. Mana 5 tasi. Mana mashlari o'rtada turgan ikkitasi toza Texas chiqadi. Toza zo'ridan chiqadi, xolos. Mana shapkalarini qaranglar, maşallah. Bularga moda topib qo'yganman. Xudo xolasa mana shu partiya bolalarini chiqarsa, mana gold Texas toza. Modalar tayyor turibdi. Mana shu bolasini chiqarsa, parani buzib, o'ziga o'xshagan moda qo'shamiz. Shunda hamma bolasini mashaqa toza Texas beraveradi. Pastda ham Raduzniy babushka. Bu yerda ham Raduzniy babushka o'zi bolalari chiqishni boshladi. Bu ham chiroyli taraydi. Mana bolalari, maşallah, ko'rsingmasin. Bitta bolasi, yana 4 ta bolasi, mana katta bo'lyapti ekan. Mana gullari, shapkalari go'zal. Xudo xolasa 5 ta bola chiqadi. Bu ikkinchi partiyaga tushadi. Tavsiya qilaman. Mashaqa etajerga qilib, qarovni yaxshi qilsangiz, yaxshi efekt olaveradi. Galadan ko'ra. Chunki galada mana babushka qushlar, sal nozikroq qushlar bor, masalan, uzoq qushlar sal bolani kamroq beradi galada. O'zimiz jaydaralar beraveradi bola, farqi yo'q, topib. Spingelda tanaqa fioletoviy toza spingel. Modasi ham spingel. Xudo xolasa unda qo'yib bosib yotibdi. Bu yerda ham Raduzniy babushka. Bunisini hozir ko'ramiz. Endi tuxum qo'yibdi bular. Bular shu ikkinchi partiyaga kechroq ishlaganlar. Endi tuxum qo'yibdi. Mana shu pari ham bolani zo'r boqdi. O'tgan safar 6 ta bola chiqargan shular. Bolalari og'da turibdi. 6 ta bola chiqarib, yana hozir bilmayman tuxumi bormikan? Ya bolasi bormi ko'rsataman. Bolalari bor ekan mana, maşallah. Menga yaxshi ko'rinmayapti videoda. Bilmayman 4 ta 5 ta bolasi bor ekan, katta-katta qilib qo'ydi. Masalan, mana shu bolalarini 200 mingdan sotsam ham, o'tgan safar 6 ta 1 million 200 ming, hozir mana 4 ta chiqsa 800 ming. O'zi 2 million 2 partiya ishlaganda bola berib turibdi, emasmi? Foyda berib turibdi. O'zini ham shu 250 mingdan olganman. O'zi birinchi yiliyoq o'zi 3 barobar, 4 barobar foydani chiqarib berib turibdi. Bu yerda ham mana Raduzniy babushka.
qum bor ekan mana. Bular privozdan yaqinda olgandim. Toza fiyoletoviy privozdan. Bu yoqda toqishni chiqib ketib qolibdi mana bu. Bu yerda mana toza qanot raduzniklar. Turkiyaliklar shu 2021-yil karantinda olib kirgan zotlarimni. 2021-yil bundan 5 yil oldin Turkiyadan olib keltirganman raduzniklarni. O'sha partiyalardan qolgan. Ko'prog'ida endi sotdagi boshqa bo'ldi, shular qolgan. Mana bu yerda ham toza turkiyaliklar. Ko'rsatmasin bular 5 tadan bola beryapti. Bitta mana moda adashmasam griza bo'lib qoldi, mana shu moda. Bolalarım aytibdi, bitta qush griza bo'lib qolgan. Shu bo'lsa kerak. Pastida ham o'sha liniyada mana toza qanot, toza raduzniklar. Qushxonamda sal bunayroq ko'rinishi mumkin, chunki men tepasiga projektor yoqib, yo podvolda, yo qorong'iroq joyda projektor yoqib ko'rsatmayapman, real ko'rsatibdi. To'g'risi qorong'iroq joyda projektor yoqib ko'rsatsalar boshqacha ko'rinadi-da, bular ranglar tog'lanib, juda go'zal ko'rinadi mana. Bu real holatda turgan videosi mana. Har bitta qafasimiz 1 metrlik qafas bu yer. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu qafasimiz 1 metr, uzunasi 1 metr, eniga 50 santimetr, balandligi ham 50. Mana shu yerda 300 dan qo'shganman qushlarni. Birinchi partiyaga shu vaqtda ko'rib turgan qushlarimni bolalar ochib chiqqan. Bu yerda 30 dan oshiq bola ochib chiqdi. Yana hozir 4 dan 5 dan bola ochyapti ekan. O'zi katta-katta qilib qo'ygan, birortasini olib ko'rsataman. Sizlarga mana mashina taxminan ochib ko'rsatay. Yana o'zi endi ko'rib turibman. Eng maza joyida bu. Mana 5 ta bolani katta qilyapti ekan. Ranglari endi ajrashib boshlabdi. Xohlasa mana shu toza qanot fiyoletoviy rang chiqadi. Agar toza qanot bundan qanotda qora bo'lganda, yaqqol qop-qora bo'lib ko'rinib turadi. Chunki manaday katlar endi chiqib ketganda rang tovlanadi, chiroyli chiqadi. Mana qushlarimiz bolalar. Bu yerda 12 zip bor bu qushdan. Bu yerda ham bor. Bu yerda 6 zip. 18 zip bolalab turgan raduzniklarimiz bor. Endi bu yoqda bolalari va qashqacha bola chiqqan. Mana bolalarni ham ko'rsatib qo'y. Toza fiyoletoviy. Lekin ichida aralashgani bor. To'g'risi ota-onasi fiyoletoviy bo'lgani bilan ular ham chatishib qoni tozalanganda ichida testa bor. Ular 2-3 kilovni tilayapti. 8 kilodan chiqishiga xudo xohlasa bolalarcha bo'laveradi degan holatda. Bular zaxira. Ko'p sotilmaydi, bitta-ikkitasini sotishim mumkin. Zaxira qilib qo'yaman, bu yildan keyin ko'paytirishga. Bulardan ham bittasi sotiladi, qolganini olib qo'yaman. Katta qushlarni ko'pini sotaman. Mashqora ham sotiladi. Ishlamagan yo bir qanaqadir muammosi bor, aybi bor deb sotishmas maqsad. Qishga podvolga olib tushaman qushlarimni. O'tgan yil ham podvolda boqqanman bilsalaring. O'shaning uchun bizga kichkina qafaslar kiradi. Mana katta qafaslarni sig'maydi podvolimga. Kichkina mayda bunaqa qisqa qafaslar kiradi. Shunga o'sha
Xitoy qafasga sig'adigan, Xitoy qafasda bolalaradigan mayda qushlar ichga kirib ketadi. Katta qushlar ko'p sotiladi. Tuz temasi mana perxurilarimiz, yangi olgan limon rangli perxurilarimiz harakat qilib turibdi. Oldin videosini ham ko'rgandim. Bolalarni tashlab bergandi. Hozir ham o'zim ham ko'rib turibman, mana videoga olibman. Rosa bir-birini boqib harakat qilib turibdi. Xohlasa bolalarimiz. Aratinkalarni sotdim. Aslida mana shu bitta para bor. Uni ham bir kishi so'ragandi. Shunga berishim mumkin. Chunki maqsad sal kamaytirish. Ozroqdan yaxshi bola olish. Chunki ko'p bo'lsa ham qarilmayapti. Vaqtida ozuqasini yetkazib bera olmayapmiz. Salatni yaxshi ko'rimlarni iloji boricha yetkazib bera olmayapmiz. Faqat quruqdan yeb katta bo'lyapti, to'g'ri. Ko'pligi shunday bo'lyapti. Shuni kamaytirib tashlaymiz. Xullas do'stlar, qushlar ko'rsatdim. Bilmaganlar uchun ma'lumot oldin ham aytib o'tgandim. YouTube'dagi asosiy kanalimiz bloklanib qolgan. O'chib ketgan, qisqasi qaytib ishlab bo'lmadi uni. Hozir mana shu kanalda yurgizyapman. Bu videoda endi birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Biz oldingi kanalimizda mingdan oshiq video qo'yganmiz. Qushlar haqida juda ko'p ma'lumotlar berganmiz. Bu kanalimizni ham xuddi shunday strategiya qilib, shunday rivojlantiramiz. Faqat qushlar haqida ma'lumotlar, qiziqarli, foydali ma'lumotlar, qana qarash kerak, nimalar berish kerak, hammasi haqida ma'lumot berib boramiz. Videoga like bosib, turli kommentariy yozib, mana shu kanalimizni ham qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa. Bundan bari har kuni video chiqadi, xudo xolasa. Birodarlarimizga boramiz, xonalarni ko'rsatamiz, bozorlarga chiqamiz, sizlarga narxlari, pullar hammasini ko'rsatib boraman. Sizlardan qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi, xolos. Sog' salomat bo'linglar. Instagram sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar.